Jahon chempionatiga qur'a tashlangandan keyin O'zbekiston Portugaliya bilan tushib qolsa, o'zi negativchilar darrov boshlashda. Hakka shot bo'lib ketadi, o'rviningga to'g'ri keladigan bilan tushunayapsan. Bitta narsa borda, o'zbekning ustidan kulish. Hozir endi o'zbekcha gapiryapman. Avval o'zlaring chiqib olinglar. O'sha jahon chempionatiga, o'sha o'rvinga chiqib olinglar. Avval o'sha Portugaliya bilan raqib bo'lib ko'ringlar. Sizlarga emas, har kimga emas. O'zbekiston alhamdulillah sport bo'yicha o'sha ancha osmonlarda zab etib bo'ldi. Boksyorlari ham, olimpiyskilari ham, MMA'chilari ham, shaxmatistlarimiz inqilib o'tirib, dunyodagi eng zo'r shaxmatistlar yutib qo'yib, unga teng keladigan raqiblar yo'q. Endi Allohga shukr, mana futboldan ham chiqibmiz. Kimsan Portugaliya bilan o'ynayapmiz. Ronaldolar bilan. Endi bitta narsa borda, hakka shot bo'ladimi? Bizga zapatlar joyi yo'q. Yutqizsak ham obro', yutsak ham obro'. Yutalmasimiz aniq Allohdan bu. Hamma narsa Allohdan. Kim aytisiga Portugaliya ham bizga o'xshagan odam. O'zbeklarimiz harakat qilsa yutadi inshaalloh. Niyat qilamiz, iloyim yutsin. Jahon chempionati kubogini olib kelsin. Duo qilamiz. Butun o'zbeklar o'tirib duo qilamiz inshaalloh. O'sha yerda jahon kubogini olib kelsin. Olib kelmagan taqdirda ham biz o'zbeklar har doim o'zbek futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Chetgacha chiqdilaring. Alloh rozi bo'lsin. Mehnatlaring gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarga rahmat.